Joriy yilning 4-fevral kuni Andijon viloyatida yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi shaxs Andijon tuman ichki ishlar bo'limiga o'ziga nisbatan uyushtirilayotgan suiqasd bo'yicha ariza bilan murojaat qilgan. Unda 5 nafar jinoyatchilardan iborat uyushgan guruh 1,5 ming AQSh dollari evaziga qotil yollab, uni qasddan o'ldirib berishni kelishganligi bo'yicha bildirib yordam so'ragan. Prezidentimiz tomonidan huquq-tartibot organlariga bunday jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha qat'iy vazifalar qo'yilgan. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyat Paxtabod tuman hududida viloyat ichki ishlar boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati, shuningdek Andijon viloyat prokuraturasi hamkorligida maxsus tezkor tadbirlar o'tkazildi. Aniqlanishicha, 1984-yilda tug'ilgan Ronaldo laqabli bu jinoiy guruh yetakchisi muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105, 109, 167, 184, 189, 228, 276 va 277-moddalar bilan sudlangan. U 2000-yilda tug'ilgan muqaddam Jinoyat kodeksining 168, 169, 277-moddalar bilan 7 marotaba sudlangan yollama qotilga tadbirkorni qasddan o'ldirib berish evaziga 1,5 ming AQSh dollaridan dastlab 300 ming so'm pullarni berayotgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan jinoyat ustida qo'lga olindi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, Ronaldo laqabli ushbu shaxs boshchiligidagi jinoiy guruh a'zolari ham ushlandi. 1984-yilda tug'ilgan viloyat Paxtabod tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i muqaddam Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan sudlangan. Laqabi Glavvrach. Keyingisi 1984-yilda tug'ilgan muqaddam Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan sudlangan. Laqabi Boksyor va 1984-yilda tug'ilgan fuqaro hamda o'zlarining qabih jinoiy harakatlarga yoshlarni ham sherik qilgan. 2003-yilda tug'ilgan tibbiyot instituti talabasi ham tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Holat yuzasidan mazkur jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi 2-qismi P bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Unutmang, O'zbekistonda fuqarolarimizni, tadbirkorlar va investorlarni har qanday vaziyatda ishonchli himoya qiladigan mustahkam tuzilma, kuchli davlatimiz bor. Inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizda har bir shaxsning haq-huquq va erkinliklari qonun bilan kafolatlanadi va unga nisbatan hech kimning kuch ishlatib ta'ziyq o'tkazishga haqqi yo'q.